Hi everybody, welcome to the Language Training Center New Concept English Video Classroom. And today we will learn lesson 61 about colds. Sağdaşlar yaxshimizlar? Bugungi darsimizda 61-ci dərs bir ig'ir zukam degan bu darsni o'rganmoqchi. Andaqda shu darsimizga kelsak. Bo'lsa bu darsimizni boshlashdan burun har qanday ahvollar biz oldingi darslarni bir takrorlab mansanglar. Bo'lsa o'zligingizdan, masalan oldingi darsimizda muhim xotir qoldirgan nuqtalarni bir qatim takrorlab mansanglar, bu keyingi darsni tushunishinglar va yoki shuni hazm qilishinglar intayin cho'ng foydali. Chunki bu yangi o'quv inglizda dastlabki birinchi qism bo'lamdi, ikkinchi qism bo'lamdi. Ammo shu dastlabki oldi-keyin darslar bilan intayin munosabatli, intayin sistemli o'rlashgancha shu bilimlar. Shunga bu sizlarningki unumingligimi, yangi narsani bilish, bilmasligingni va intayin muhim ta'sir ko'rsatadi. Shunga bo'lsa ko'proq tavsiya qilamiz, takror qilishingni tavsiya qilamiz. Bugun mana 61-dars keldik. Har bir 10 darsni bir guruh qilib, masalan 51-darsni 60-dars bo'lganini bir guruh qilib bir takrorlasanglar, manda takrorlab mansanglar intayin unum yaxshi bo'ldi. Undan sir bizningki yaqinda shu app va bizningki salonga shu ingliz tili o'rganish usuli, so'zlikni qanday o'rganamiz, ingliz tilini qanday o'rganamiz degandek nurg'un temalarda biz ingliz tili o'rganish usuliga oid nurg'un mazmunlarni yo'lladik. Bo'lsa sizlar shularni ko'rib, bo'lsa o'rganish usulini ba'zi narsalarni qanday qilib texmi a'lolashtirib, o'rganish unumlarni texmi yuqoriroq ko'tarishinglarni umid qilaman. Aniqda bugungi darsning yangi so'zlarini o'rganib chiqili. New words. Okay, look at the first word. It's feel. Okay, it's feel. And the man talaffuz qilganda men birinchi tovush. Okay, men istingishlarimiz asinglaymiz, ishlaymiz. Okay, okay, men og'zimiz kulimsiraydi, o'zimiz azroq ko'tarilishni. Feel. Good. Feel. Okay, and the feel deganimiz nima? Isqinmaq. Masalan, majumla qaranglar. I feel hot. Okay. I feel hot. Bu nima? Isqetim. Demak, isqis qilyapman. Yoki shu isqis qildim. Shu I feel hot. And I feel cold degancha. Men to'ngab ketdim. Cold degan sovuq shunami? I feel cold. And I feel happy. Okay, I feel happy. All right, bu nim bo'ladi. Sanglar xushalik his qilmoq. I feel happy. So, how do you feel? Qanday his qildingiz? How do you feel? Endi buni savol shakli. Alayda savol shakli emasanglar. How do you feel? Okay. Endi I feel happy shunami? Endi buni savolga aylantirsa qanday bo'lsa o'rtoqlar? Siz xushalik his qildingizmi? Bo'lsa, nima deymiz? Do you feel happy? Okay, do you feel happy? Okay, how do you feel? Okay, I feel hot. I feel cold. Okay, I feel happy. I feel happy. Degandek, I feel good. Nahayat yaxshi his qildim. Genjo butso, shunami? Genjo yaxshi bu. Okay, I don't feel good. Hamda ben yaxshi his qilmadim. Shu. I don't feel good. I don't feel good. And he feels sad. Uning ko'ngli yerim. He feels sad. Okay? He feels sad. Uning qanday ko'ngli yerim. He feels sad. He feels sad. So, can you feel the love? Okay. Siz muhabbatni his qila olamsiz? Can you feel isqinmaqa? Can you feel the love? Andaqda muhabbatni his qila olamsiz. Okay. Titanicning kinosini ko'rganmiz o'rtoqlar. Shuningda, ona bir naqshi bor. Every day in my dream I feel you. I feel, I see you. I feel you. Demek ki feel deganimiz demek ki bu nim bo'ldi desanglar. Yasqinma. I feel you. Okay, I feel you. Okay, I feel you. Demek hamda shu yasqinmaq. So can you feel the love? Siz muhabbatni his qila olamsiz? Okay, feel yasqinmaq.
Okay, next one is look. Okay, look. Endi o'tirdiki o ikkisi bo'lsa nima? Degan tovush shu. Masalan, buninglar munosabatli so'zlarni o'xshib qolgan so'zlardan look, cook, took, book. Shunami? Bu hammasi nima? Deb talaffuz qilgan gap. Talaffuz qilgan gap. Masalan, he is not well, he looks ill. Okay. He is not well, he looks ill. O qanday desanlar, yaxshi emas, ahvoli yaxshi emas. O qaramoq qanday ko'rindi? Kasaldak ko'rindi, og'riqdek ko'rindi. You know, he is not well, he looks ill. O qaramoq qanday ko'rindi? Og'riqdek ko'rindi. He looks ill. Okay, he looks ill. Qaranglar, teacher looks very busy. Okay, o muallim qanday? Aldirash ko'rindi. Demak, hamda feel degan hamda o'zingiz qilmoq. Masalan, I feel good, I feel tired, I feel thirsty degandek. Men usab ketdim, erib ketdim degan. Masalan, look degan bunda qaramoqqa sirtqi ko'rinishi degan gap. Masalan, teacher looks very busy. Muallim qaramoqqa qanday? Aldirashda ko'rindi. Demak, aldirashgan. Tushunami? Okay, and the looks ill bo'lsa, he's not well, looks ill. U kasalda ko'rindi. Demak, endi men chiroyi qarab qana shuningki, nima qilish bo'lsa, mana shu looks qaramoqqa. Okay. Endi bu yerga men look bilan munosabatli look at deganimiz qaramoqchiman. Endi have a look da qarab boqmoq. Okay, bir ko'rib boqay. Hey, let me have a look. Men bir qaylab boqay. Degan gap bo'ldi-ku, have a look. Okay. Voy men yangi nima oldim, kitob oldim. Qara, you know. Yangi kitob oldim. Hey, let me have a look. Let me, okay, let me have a look. Men bir qarab boqay, ko'rib boqay degan gap. So let's have a look. Qarab boqayli. Let us have a look. Manda qilayli, etayli degan gap. Let us buning qisqartirilmasi. Let's have a look. Bir ko'rib boqayli, bir qarab boqayli degan gap bo'ldi. Look at. Okay, look at deganimiz nima? Shu qaramoq. Okay, look at the blackboard. Okay, look at the deganimiz nima? Look at your book. Kitobingizni qarang. Okay. Next one is call. Okay, call. Call deganimiz chaqirmoq. Masalan, call the doctor. Doktor chaqirmoq. Okay, doktorni chaqirmoq. And then call the teacher. Muallimni chaqirmoq. Okay. Tom, you must call the doctor. Tom, siz doktorni chaqirishingiz kerak. Demak, endi o'sha call degan chaqirmoq, call the teacher, call the police bo'lsa, saqchini chaqirmoq, saqchiga ma'lum qilmoq yoki. So must I call the dentist? Endi men saqchini chaqirishim kerakmi? Demak, endi o'sha yerga mustni savolga aylantirsak, must I call the doctor? Okay. Must I call the teacher? Must I call the doctor? Degandek, mushlarni ishlatamiz. Demak, endi o'sha yerga call nima desamlar, chaqirmoq. Okay, next one, yes you must. Agar bu shu must I yoki must you desak hamda savol shakliga javob bergan nima? Yes, I must yoki yes, you must. Agar no bo'lsa, no, you needn't. Okay. Endi buning zaruriyati yo'q deganda needn't deganda ishlatamiz. Okay, needn't. And the mustn't degan hamda menda cheklanadi, mani qilindi deganda gap hamda. Demak, endi shunday qilishingizning zaruriyati yo'q demoqchi bo'lgan ahvol ostida needn't deganda ishlasak bo'ldi. Yes, you must. Yoki no, you needn't. Shunday qilishingizdan nimasi yo'q. Zaruriyati yo'q. Okay, next one is doctor. Okay, doctor. Doctor. All right, and the doctor deganimiz nima desanlar? Doktor. Doktor. Masalan, she is a doctor in our hospital. And o bizning doktorxonadagi nima? Doktor. Doktor degan nimamiz? A doctor. Doctor. So is the doctor busy? Doktor aldirashmi? Okay, can the doctor see me now? Demakchi doktor meni bir ko'rib qo'yalam degan. Endi bunda bir chiroyini ko'rish emas, kasal ko'rish. See a doctor bo'lsa nima bo'ldi? Doktorga ko'rinmak. Shu kasal ko'rsatmak degan gap. See a doctor. Can the doctor see me now? Doktor meni bir ko'rib qo'yam degan. Endi tish doktori meni ko'rib qo'yam degan desa-chi.
Can the dentist see me now? Okay, can the dentist see me now? Okay, next one is remember. Remember me. Okay, so do you remember me? Do you remember me? Siz esingizda mo? Do you remember me? I can't remember his name. Men onun ismini eslayolmadim. Ismini qolmadi. And do you remember me? Degancha men esingizdami? Okay. Do you remember me? Okay. I can't remember his name. Men onun ismini eslayolmadim. Demak, remember shu as tutmak, as saqlamak degan gap bo'ldi. Nima? I remember the game well. Okay, men u yantiqi aniq esimda. You know, please remember to call me. Demakchi, unutib qolmang. Endi bu yerga please remember to call me. Men telefon qilishni qanday qilib qolmang? As saqlang, unutib qolmang degan gap bo'ldi. Please remember to call me. Okay, remember to call me. Okay, next one is mouth. Okay, mouth. Okay, mouth degan nima ekan? Ig'iz shunami? Tongue, yana birisicha tongue. Tongue bo'lsa til degan gap. Endi bu mouth bilan mouse qanday desam o'xshamaydi. Mouth oxiri th talaffuz qilinsa, ayam bo'lsa s talaffuz qilingan gap. Mouth. Okay, mouth, ig'iz. Tongue degancha til. Uni yana birisi mouse, o chashqan degan gap, chashqan. Bir jungoliq Amerikaga beribdilar. Amerikaga bir mehmonxona turib, shuningdan bu chashqan tirik qilib zada shu uni qat'iy uxlatmabdi. Shuningdan mulozimat sifatida telefon qilib, shuningdan debdi. Hamda bu chashqan degan ifodashni bilmaydi ekanda. Shuningdan u mandaq ifodalabdi. Hello, hi. Do you know Tom and Jerry? Siz Tom bilan Jerryni bilamsiz? Desa u jungoliq. Shuningdan nima? Yes, desa. Jerry is here. Jerry bu yerda. Okay. Ana Tom and Jerry ila karton film bor. Karton filmdagi Jerry chashqan, Tom bo'sh mushuk, shunami? Shuningda Jerry is here. O Jerry bu yerda. Dadi nima yashar ekan? Mouse. Buni yozilish qanday desanglar? M O U S E. Mouse. Okay, mouse. So open your mouth. Okay, open your mouth. Bu nima degan gap bo'ldi? Og'zingizni oching. Open your mouth. Okay, open your mouth. And show me your tongue. Tilingizni ko'rsating. Open your mouth and show me your tongue. Qataqlang tilingizni ko'rsating. Tamam? You know, I have a big mouth. Mening yo'g'on og'zim bor. Okay. And then have somebody have a big mouth bo'lsin dersanglar. Yana bir ma'nosini aytib, vatildaq. Very talkative degan gap. Masalan, she has a big mouth. Uning yo'g'on bir og'zi bor degan gap hamda uni aytdi. Gapni jiq qiladigan odam degan gap, vatildaq. Masalan, stick out your tongue. Okay, stick out your tongue. Tilingizni chiqaring, shunami? Stick out your tongue. Okay, next one is bad. Okay, bad. And the bad deganimiz nima? Ig'ir. Okay, the weather is very bad today. Yana bir ma'nosi nachar. Okay, bad. Bad boy that we weather is very bad. What about, you know, she has a bad cold. And she has a very bad cold. And the ig'ir qanda zukam degan gap, she has a very bad cold. Bad deganimiz hamda ig'ir. Nachar ig'ir deb ma'nosi bor. Cold degan hamda zukam bo'ldi. All right, next one is news. Okay, news. And savdosi qaranglar, bu news degan so'z na'dan kelgan desanglar, bizlarga jo'grafiyadagi har xil taraflarni o'rgandik, shunami? Masalan, north, east, west, south degan gap. Demak, ash to'rt tarafninki shu yig'indisidan nima kelgan desanglar, news. Demakchi, N degan nima north, E degan nima east, W degan so'z west. Ama shu to'rt tarafdan kelgan yangi narsalarning yig'indisini nima deymiz desanglar, news deymiz, news deymiz. Masalan, this is the good news for me. Endi men yerga good news deganimiz nima desanglar, xush xabar degan gap bo'ldi. Xush xabar. This is the good news for me. O men uchun qadar desanglar, xush xabar.
I have a good news to tell you. Men sizga deydigan bir xo'sh xabar bor. I have a good news to tell you. Sizga deydiganim bor, bir xo'sh xabar bor. I don't know this news. Men bu xabarni qanday qilmayman, bilmayman. Endi musharaka shum xabar degandacho. Bad news. A bad news yoki the bad news. Bad news bo'lsin bo'ldi. Shum xabar degan gap bo'ldi. Xabar degan nima? News. News. Okay, now next one is text. Endi sadoshlar, mush tekstni ko'ngil qo'yib bir qatam olsanglar, olgan ekan, biz tekstimizni bir aniq tushundirsak. Listen carefully. Where's Jimmy? He's in bed. What's the matter with him? He feels ill. He looks ill. We must call the doctor. Yes, we must. Can you remember the doctor's telephone number? Yes, it's 09754. Open your mouth, Jimmy. Show me your tongue. Say, ah. What's the matter with him, doctor? He has a bad cold, Mr. Williams. So he must stay in bed for a week. That's good news for Jimmy. Good news? Why? Because he doesn't like school. Okay. Anafsa alashla qaranglar, tekstimizdagi mazmunga. So, where is Jimmy? Okay. Başlayanda zaten where is Jimmy? Okay, Jimmy qayerda? Where is Jimmy? Jimmy qayerda? Shundan bu yerdagi where deganimiz hamda alayhi savol jumla kelgan, savol olmishi. Where qayerda? Agar nima desa what, qandoq desa how. Ya'ni he's in bed. Okay, he's in bed. U karvatda. Mush in bed degandan dega qisib qo'yinglar vallah. Hamda bu yerga nima uchun in deb ishiltmaymiz desanglar, u karvatda yotidi, karvatda yetiqliq bo'lg'achqa nima desanglar, he's in deb ishiltirgan gap. He's in bed. U nada? Karvatda. Yoki u karvatda yotidi degan gap. Where's Jimmy? He's in bed. He's in bed. What's the matter with him? So he feels ill. Okay, what is the matter with him? And then what is the matter degan u nim bo'ldi degan gap. Shunami? What is the matter with him? Uningga nim bo'ldi? So he feels ill. U og'rib qapti. He looks ill. U qaramoqqa qanday qilindi? Og'riqda ko'rindi. Endi men yerga sadoshlar qaranglar. He looks ill bilan he feels ill deganimiz nima desanglar? O'xshamaydi. He feels ill degan u o'zi. Shunami? Jimmy o'zi his qilgan bo'lsa, shu og'rib qolganligini bu he feels ill. Endi men daris qarab qanday to'risanglar? He looks ill. U og'riqda ko'rindi. We must call the doctor. Biz nima qilishimiz kerak deydi? Biz doktorxona telefon qilishimiz kerak. We must kerak lozim degan gap. Shunami? We must call the doctor. So yes, we must. Agar yo'q bo'lsa, no, we don't need to. Okay, endi buni inkor shakli. We don't need to. Yo'q, we needn't. Okay, biz unday qilishimizning zaruriyati yo'q, hojati yo'q degan gap. We needn't. Okay, yes, we must. Yes, we must. So, can you remember the doctor's telephone number? So, can you remember the isingizdimi? Yodingizdimi shunami? Can you remember the doctor's telephone number? Okay, doktorning telefon nomeri isingizdimi? Anda doktorniki QQ nomeri isingizda bo'lsa, can you remember the doctor's QQ number? Okay. Amsa undidar nomeri isingizdimi? WeChat number? So, yes, it is 09754. And the telefon number o'qanda, men yerga O, 0 ni deb 0 deb o'qimay, O deb bor. Qulaylik bo'lsin uchun O, hali O harfi bor-ku, shunga o'xshash o'qiydi. 09754. 09754. Undan sirt masalan ishkida bo'lib qolsa, masalan ishkida 9 deymiz, double, okay, DOUBLE, double. 9988. Masalan mening nomerim 187-9988-9595.
Nima deb o'qiymiz? Yezbaqinglar qani. Mening telefon nomerim, my phone number is 187 99889595. Nima bo'ldi? Mana shu mening telefon nomerim bo'ldi. Okay. So open your mouth, Jimmy. Okay. Endi doktor gap tushunaman. Doktor mendabda open your mouth, Jimmy. Ağzınızı açın, Jimmy deydi. Open your mouth, Jimmy. Show me your tongue. Endi tilingizni ko'rsatsin. Say dang deydi. Show me your tongue, okay? Show me your tongue. Tilingizini ko'rsatsin nima? Dang. Endi misharga show me degan ko'rsatsin shundami? Biz masalan ilgari your passports please deb o'rgangan. Demakki, show me your passport please. Pasportingizni ko'rsating. Yoki show me your passports please. Pasportinglarni ko'rsatsanglar. Agar endi kimligingizni ko'rsating bo'lsa, show me your ID please. Shunami? And show me your tongue degan tilingizni ko'rsating. Say dang deydi. What's the matter with him, doctor? Okay. Doktor uningga nima bo'pti? What is the matter with him? What is the matter with you, bo'schi? Sizga nima bo'ldi? So, he has a bad cold. Night. Ig'ir buzugan bo'lib qopti. Musharaka balla has degan nim degan gap desanglar, giribda bo'lmoq degan gap. Endi ma'no exception shaxs birlik bo'lg'achqa has keldi miyaga. He has a bad cold. Okay. He has a bad cold. Endi miyarik ma cold degan sanag'ini bo'lgan ism bo'ldi miyada. Yana birisi so'g'ab degan sifat bo'lib keldi. Masalan, he feels cold. Endi buni he feels a cold demaymiz, a cold desak vaqtida nima zukam bo'lib qoldi degan gap bo'ldi. Demak endi he has a bad cold bu ig'ir va zukam bo'libdi Mr. Williams. So he must stay in bed for a week. Shunga u qarbatda bir haftacha yetish kerak. Ani misharga for deganimiz nima desanglar, ma'lum bir doira vaqtni bildirdi. Demakki for a week bir haftacha. Endi bir yilcha bo'lsa for a year. Demak endi o'sha mo'lchar ma'lum bir doir vaqtni bildi, mo'lchar sanni bildirdi. For a year, for a week, for a month degandek. He must stay in bed for a week. So that is good news for Jimmy. Wow, night. Xo'sh xabar bo'ldi Jimmy uchun. Good news? Voy xo'sh xabar. Ayran qoptilar. Endi voy kasal bo'lishim xo'sh xabarmi desa because degan chunki degan gap, because why degan nima qashnami? Because he doesn't like school. Chunki uni maktab bilan xo'sh yo'q. Because he doesn't like school. Because he doesn't like school deydi. Xo'sh, hamsa o'sha darsimizniki language focus qaranglar. Bu yara look, watch, see, look at degan bir necha so'zlar bor ekan. Sizlar o'shani o'rin to'ldirib baqaylar. Masalan, please your homework. Okay? Please deymiz bu yara please look at your homework. Look at degan ma'lum narsa qarmoq bo'ladi. Bu at go'ring da olib keldim, o'sha look bilan billa turaqliq berikma. Look at your homework. Topshiriq daftaringiz qanday qiling? Qarang. Ikkinchisi, can you the car under the chair? Can you the cat, sorry. Masalan, mana qilalaringizmi? Can you see the cat under the chair? Balama look at degan mana bir jarayonni ko'rsatgan bo'lsa, ma can you see deganimiz hamda shu bir harakatni ko'rdi. Mana ko'ra oladingizmi? Demak hamda ma ko'rish bir iqtidorga oid-ku, mana bir ko'rimizning ko'rish sezgisi yoki bir iqtidorni ko'rsatadi. Ma look at degancha mana bir ko'rish jarayonini ko'rsatadi. Xuddi endi hear bilan listeningki, ma listen to degan bir jarayon shunami? Anglash. Ma hear degan anglay olmoq, shunda bir iqtidorni ko'rsatadi. Ya'ni ta'kidlaydiganicha. You know, my father the evening news every day, and my father watches. Okay, endi ma watches degan ko'rish, masalan, televizor yoki gazet bir narsadan bir narsani mana qilish, ko'rish bo'lsa nima watch shildi. Demak, my father watches evening news every day. Har kuni demakcha televizordan u bu narsani qana qildi? Kechki xabarlarni ko'rdi, degan bo'ldi. Masalan, you look unhappy. Endi look degan qarmoqqa bo'ldi, ko'rinishi. Demakcha tashqi qiyofati endi mana ko'rinmak bo'lsa look deganda. And all the children are looking at the teacher. Muallimga qarab o'tirdi.
Demek hamda şu look deganimiz savoqlashda şu bütün jarayonni bekirek ta'kidlaydi. Shunami? Qaravatıdı, qaramaq. Hamda see deganimiz şu ko'rish, shunami? Bir ko'rish iqtidorining bor yo'qligini ko'ralish ya ko'ralimak iqtidor, shunami? Watch deganimiz ma'lum bir maqsadlik holda ma'lum narsalarga qanday qilish ko'rish. Shuni nima deymiz? Watch. Masalan, watch TV, watch a movie degandek. Look bo'lsa qaramoqqa, ko'rinmak, ya'ni bir ma'nosi. Ma look at degan shu bir jarayonni ana qildirsanglar ko'rsatadi. Hamda misha yana birisi nima desanglar call. Call deganimiz ma'lum kishiga telefon qilmoq. Masalan, give somebody a call. Give me a call. Yani demak birisi telefon qilmoq. yoki give somebody a ring. Masalan, birisi telefon qilmoq deganda shu give somebody a call yoki give somebody a call. Yoki call somebody up yoki call somebody. yoki nimani bo'ldirsanlar ring somebody yoki ring somebody up. Ring somebody up. yoki bo'lmasa nima desanlar telephone somebody yoki telephone to yoki phone to somebody. Telephone to somebody. Demak, hamda bir telefon qilishdan nurg'un narsalar bilan ifodalash bo'ldi. Masalan, give me a ring. Give me a ring. Give me a ring menga telefon qiling. yoki call me, yoki telephone me degandek. Hamda show somebody, show something to somebody and show somebody something bu nima desanglar? Birisiga ma'lum kishiga ma'lum narsani ko'rsatmak. Masalan, show me your passports please. Pasportingizni men ko'rsating. Tushunami? Okay. Masalan, show me your ID please. Kimligingizni men ko'rsating. Masalan, I want to show this picture to you. Endi bu yerga picture bilan her. yoki I want to show this picture to her. Tushunami? Men her ishkilisi nima bo'ldi desanglar? Be to'ldiruvchi. To'ldiruvchi degan ish harakatining obyektini ko'rsatadi. Tushunami? Shu sharkatniki hamda ustiga og'chi. Obyekt. Tushunami? Ham bu yerga ikkisi birisi bevosita to'ldiruvchi, birisi vositali to'ldiruvchi. Odatdagi narsalar bevosita to'ldiruvchi, shu her, vositali to'ldiruvchi. Bu valla kishilik almashlar. Odatda vositali bevosita to'ldiruvchi xabardan keyin kelgan afolasida vositali to'ldiruvchining oldiga to yoki for ni qo'ydik. Shunga ham bu yerga her ning oldiga to ni qo'yganimiz shu. I want to show this picture to her. So can you show me the way to the bank? Demak hamda ko'z qo'ygan yo'l shundan bevosita to'ldiruvchi way. Endi muvositlik to'ldirishdan oldiga bankning o'rniga g'aga akashnama uning oldiga tuni qo'ydik. Demak hamda bankka boradigan yo'lni bir ko'rsatib qo'ya olamsiz. Can you show me the way to g'oya? Bir g'oyaga boradigan yo'lni ko'rsatib qo'yaman. Demak g'oya qanday bordi? Demakchi. So I don't show this to anyone. Men buni hech kimga ko'rsatmayman. I don't show this to anyone. Men buni hech kimga qanday qilmayman? Ko'rsatmayman. Demak, ham show something to somebody yoki show somebody something. Okay, I don't show anyone this. Desalim qanday desalim? Asosan bo'ldigan gap. Xo'sh, hamsa bugungi topshiriq nima desanlar, so'zliklarni bir 10 qatim yozamiz. Yozganda nima desanlar, shu so'zliklarni sizlar ilgari o'rgangan, masalan, book bo'lgan look deb o'rgandim, shunami? Masalan, look, book, took. Onun sart masalan, nurg'on shu ma'nosi yaqin so'zlar bor. Shularni bog'lab birga kelib, shu xotir qoldirsanlar, texmo qanday desanlar, yaxshi bo'ladi. Qanday tushunmagan savolingiz bo'lsa, bizning Turbat, Abditali va yoki bizning salonni qatib olish orqali nima qilsangiz, savol so'rasangiz bo'ldi. Undan keyin bizningki shu yangi qanday chiqadiq o'rganish usullari, shular orqali texmo o'rganish usullarni o'zgartib beringlar. Bo'ldi. Bugungi darsimiz yaxshi bo'lsin. Kelar qatim ko'rishaylik. Goodbye.